Ana akalar yana bitta jentramiz kelgan, kraskasini ko'rsatgani ko'rib beramiz. Bir boshdan ko'ramiz. Bitta joyda petno bor deyilgan ekan. İşimizga baho berasizlar. Ba'dan boshlayveramiz. Kapot toza. Kanat ham toza, eshik o'tyapti, stoykalar ham toza. Eshiklar toza. Biz o'zi ko'zimiz ham biladi, usta buzib, prosta bu sal oson bo'ldi tekshirish. Bundan keyin bir qator narsadan tekshiramiz. Netiga petno bor ekan, mana bu yerda sepilgan ekan. Kalinkasida bor ekan. Bitta detalda kraska petno bor deyilgan ekan, ko'rib beramiz. Tomlari toza. Qanotga o'tamiz. Qanot kraska bo'lgan ekan, mana shu yerdan past sepilgan ekan. Qanot polniy kraska. Eshik ham polniy kraska bo'lgan ekan. Eshik ham kraska. Oldi eshik boshqa qo'yilgan ekan. Oldi eshik ham boshqa qo'yilgan ekan. Akalar aldanib qolmaslik uchun kelib tekshirib turaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar. Shu mashina bitta detalda kraska bor deyilgan ekan. Mana shu bir yonda chiqyapti salkam. Qanot toza bu tarafda. Bir yon kraska. Kelaverasizlar, xizmatlar bo'lsin.